Tanadagi ushbu qizil dog'lar, ushbu qizil toshmachalar nima bo'lishi mumkin? Bugun suvchechak haqida bilib olasiz. Suvchechak bu Varicella zoster virusi ushbu kasallikni chaqiradi va bu guruh gerpes guruhlar oilasiga kiradi. Bu turdagi viruslar kabi u to'liq yo'qolmaydi va nerv tizimida uxlab yotadi. Natijada yillar o'tib immunitet pasayganda qayta faollashadi va boshqa shakl, ya'ni опасающий лишай holatiga, mana bu holatga o'tadi. Endi esa qanday boshlanadi? Virus, ya'ni suvchechak virusi organizmga tushgandan keyin belgilar darhol yuzaga kelmaydi. Ya'ni havo tomchi yo'li orqali yuqdi. Yuqqandan keyin 21 kungacha yashirinib yotadi. 21 kundan keyin taxminan 2 hafta o'tgach virus yuzaga kelishni va o'zining simptomlarini ko'rsatishni boshlaydi. Ammo 20 kungacha, ya'ni 15-kunga kelib bola ushbu virusni boshqalarga yuqtirishni boshlaydi. Ya'ni bola toshma chiqishidan 5 kun oldin ham yuqumli bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa insonga toshma chiqishidan 5 kun oldin ham u kasallikni yuqtirishi mumkin. Albatta bu havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Avvalida demak holsizlik yuzaga keladi, ishtaha pasayadi, isitma paydo bo'ladi, keyin esa toshmalar chiqa boshlaydi va toshmalar har xil shaklda va har xil bosqichda chiqadi. Ya'ni boshida mana bu shaklda, yana qizil dog'cha va u asta-sekin suv bilan to'ladi, korchka va oxirida yorila boshlaydi. Bu suvchechakni boshqa kasalliklardan ajratib turadi. Suvchechakda toshma bir vaqtda emas, ya'ni bosqichma-bosqich chiqa boshlaydi. Avval dog', keyin kichik bo'rtma, so'ng esa suyuqlik to'lgan pufakcha, ya'ni pustula va pustula qobiq hosil qiladi. Ichki jarayonda nima bo'ladi? Virus nafas yo'llari orqali yuqadi, ya'ni kirgandan keyin nafas yo'llari orqali kirgandan keyin limfa tizimida ko'payadi. Keyin esa qonga o'tadi va virusemiya holatiga o'tadi. Virusemiya holatida isitma ko'tariladi, intoksikatsiya belgilari yuzaga keladi, temperatura ko'tariladi, ko'ngil ayniydi, ishtahasizlik, holsizlik va hokazo. Immun tizimi faollashadi ushbu davrda. Teri esa virusni chiqish yo'liga aylanadi, shuning uchun toshma paydo bo'ladi. Va mana shu toshma holatda virus organizmdan chiqib ketadi. Nega har kimda turlicha o'tadi? Bir bolada yengil o'tadi, boshqasida og'ir o'tadi. U bolaning holatiga qarab. Masalan, sog'lom bola bo'lsa, u yengil o'tadi. Agar bola shamollab turgan bo'lsa yoki immunitet past nimjon bola bo'lsa, unda ya'ni boshqacha qilib aytsak, bolada vitamin D darajasi kam bo'lsa, ichak holati yaxshi ishlamasa, sink zaxirasi kam bo'lsa, jigar yuklamasi, yallig'lanish holatlari bo'lsa, unda salgina og'irroq o'tadi. Albatta, eng yomon осложненияsi, asorati bu ensefalit berishi mumkin. Ya'ni bosh miyada ensefalit beradi, bu esa qaysidir markazga ta'sir etadi va ushbu markaz ishini to'xtatadi. Ya'ni kimdir aynan yosh kattalarda yuzaga keladi. Ya'ni yosh bolalarda yengil o'tadi, suvchechak yosh kattalarga nisbatan. Yosh kattalarda ensefalit yuzaga kelish ehtimoli ko'p bo'ladi. Kimdir oyog'i ishlamay qolishi mumkin, kimdir qo'li ishlamay qolishi mumkin. Albatta davolansa yaxshi, davolansa o'tib ketadi. Agar isitma 3 kundan ortiq davom etsa, toshma ko'z yoki og'izda chiqsa, bola juda holsiz bo'lib qolsa, toshmalar yiringlasa, albatta shifokorga borish kerak. Nima qilish kerak? Qanday yordam berish kerak? Bu paytda organizmga kurashish emas, balki to'g'ri qo'llab-quvvatlash kerak. Ko'p suyuqlik berish kerak, bola qizib ketmasligi kerak, og'ir va shirin ovqatlar bermaslik kerak, har kuni katta hojat qabul qilishi kerak. Davolashni aytmaymiz, davolanishi standart bo'yicha, protokol bo'yicha olib boriladi. Vitaminlar, vitamin C, atsklavir preparatlari berilishi mumkin. Albatta buni shifokor tavsiya etadi, shuning uchun davolashni aytmaymiz.